Kaçamaz. Orzularımız hammasi erishgan, oilaviy baxt tilayman. Ayol kishiga neki baxt bo'ladi, oilaviy baxtda hammasi senda bo'lishini tilayman. Sen bilan faxrlanaman, shunday shogirdim bor deb hammani oldinda baland ovoz bilan aytib bilaman. Boringga shukr, seni deb yaxshi ko'raman. Shunday jamoani bir joyga olib kelganingiz uchun sizga katta rahmat. Shunday jamoam borligidan har doim faxrdaman, g'ururdaman. Rahmat. Bu Mahide şehir tebriklimen. Beni jamoamizga ko'ryotirman, quvonayotirman. Bizning maktabda yo'q bunday narsa tebrik. Uzoq yasha, Xudoyim shu ko'pdan ko'p o'zing ustoz bo'lib, milligan shogirdlar chiqarish sanada nasib etsin. Hammaga omad tilayman. Ishlaringizga Rahmatingiz uzoq bo'lsin. Oilaviy baxt saodat tilayman. Kelajakda juda katta yutuqlarga erishib, nafaqat shu hamkasblaringiz faxri, balki yurtimiz faxri bo'lib yurishingizni tilakdoshman. Rahmat. Mahida tabriklayman. Har doim sizlarning jamoamizning eng lider xodimlaridan bo'lib, shogirdlaringiz ko'p bo'lib, sizlar ustozlik unvonidan erishib o'tiraman. Rahmat. Ko'rmagan davlatingiz qolmasin. Butun dunyodagi 2-chi davlat biz hammasini bakib keldik. Yaxshi deydi. Yaxshi. Tilaklariniz bormi qizlar? Xodimimiz hamisha ochiq, go'zal bo'lib yurish nasib etsin. Rahmat. Hammangiz borlaringizga shukur. Tamam, shunday kollektivimiz borligidan faxrlanamiz. Shunday Mohidani shunday chiroyli kunida chiqib hurmat etib tabriklaganlaringiz uchun sizlarga ham alohida rahmat aytamiz. Katta rahmat. Bizga ruxsatmi? To'rt kesmaymizmi? To'rt kesamiz. Gulnimaga yana qo'yib qo'ying bo'lmasa. Kesatib oldi.